Odamlar benzinga pul qayerdan topaman deb yurgan paytda Zoirboy hoji aka, siz gelik bosib olsangiz, pulingiz kamayganini ham sezmay qolasiz. Avtosalonlarda hozir 250 mingga ham topisha olmabgan mashinani shunaqangi shikalat narxga qo'yamiz. Attiki 4400 probegli G63 manufaktur. Vashi puli jigar. Полный double night paket и full karbon ko'rasizmi? Oldida bamfertelardi, detallarigacha karbon. Ham palasalarni ko'rasizmi? Buli ham karbon. Diskani o'zi $12,000 turadigan original diska. 2025 ko'rinishga keltirilgan va 2023-yil mashina absolyutno ideal va taniq. Почти $20,000 dan shu xarajat qilingan. Plasmas detallarning hammasi haqiqiy alcantara qilingan. Patalodan tortib xullas hammasi. Variantdan Sport Plusga o'tkazamiz, yig'ilib yoqamiz. Uzib qimirlab ketyapti. Inshaalloh hammaga niyat qilganlarga nasib qilsin. Bir kun omadingizni berib, siz ham olasiz. Lekin pulingiz bo'lib turib olmayotgan bo'lsangiz, uyaling bor-ku. 232 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Yangisidan почти 100 ming arzonroq. Bunaqa narxga har doim ham geliklar chiqarmaydi. Hozir tortilib qolgan xabaringiz bor. Chiqyaptimi, ko'rdingizmi? Pulingiz bormi? Обязательно bosib yuboring. Like ham bitta bosib qo'ying. 1 million pulingiz bo'lganida. Ovoramidingiz?